Ji Chang-wook ekranlarga qaytmoqda. Disney Plus mega hit seriali bilan millionlab tomoshabinlarni zabt etmoqda. K-pop Demon Hunters esa Billboardda rekord o'rnatdi va bu hammasi emas. Yovu va Hair yangi dramada Kim Woo-shik va Jun Si-min esa soxta nikoh bilan kuldiradi. Keling barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Park Bo-gumning eng so'nggi muxlislari bilan uchrashuvida internetga larzaga soldi. Nima bo'ldi? Gullardan tortib muxlislar bilan yuzma-yuz to'qnashuvgacha hammasi Koreyada trendga aylandi. Bir muxlis unga gul berdi, lekin bu oddiy gul emas edi. Park Bo-gum uni qabul qilib imzo qo'ydi, selfie qilindi va oxirida gullarni muloyim tarzda qaytarib berdi. Oddiy bir lahza emas, balki hurmat va mehr bilan bajarilgan gulni qaytarish uslubi hozirgi kunda K-pop fan madaniyatida katta trendga aylanmoqda. Lekin bu voqea shunchaki samimiy emas edi. Ba'zi muxlislar chegarani oshirib uni o'ziga tortishga urindi. Xavfsizlik tezkor aralashdi, lekin Park Bo-gum vaziyatni keskinliksiz tabassum bilan boshqardi. Internetda bu lahza mehr bilan uyg'unlashgan eng real sahna sifatida tarqaldi. Har bir detal, hatto gulni qaytarish uslubi ham hozirgi fanlar orasida katta muhokama mavzusiga aylandi. Ba'zi muxlislar uchun fan servisning eng zo'r namunasi deb atashadi. Ba'zilar esa shaxsiy chegaralarni hurmat qilishni muhimligini eslatadi. Shu lahza K-pop madaniyatida trendga aylandi. Shunday qilib Park Bo-gum fan uchrashuvida o'ziga xos tarzda tarixga kiritdi. Ji Chang-wook va Do Hyun-son ikki yulduz bir sahnada, ammo bu safar ular do'st emas, dushman. Yangi thriller drama Sculptured City'ni kutib oling. Ji Chang-wook oddiy erkak, ammo uning hayoti bir lahzada o'zgaradi. Noto'g'ri ayblanib qamoqqa tashlanadi, ammo u biladiki, bu faqat boshlanishi. Kimdir uning hayotini manipulyatsiya qilgan bo'ladi. Kim? Do Hyun-sonmi? Ji Chang-wook intiqom olishni istagan erkak. Do Hyun-son yovuzlik o'ziga kasb qilgan yovuz qahramon. Ularning kurashi nafaqat hayot uchun, balki haqiqat uchun ham. The Manipulated 2025-yil 5-noyabrda Disney Plus'da premyera qilinadi. Ji Chang-wook va Do Hyun-sonning ajoyib ijrosi bilan yangi thriller drama sizni kutmoqda. Tayyor bo'ling. Disney Plus'ning yangi mega hit dramasi Polyarniy zvezda internetda larzaga soldi. Nega bunday muvaffaqiyatga erishdi? Keling faktlarga nazar tashlaymiz. Serialda asosiy qahramonlar o'z sirli va xavfli dunyosida kurashadi. Har bir epizod tomoshabinni hayratga qoldiradi va kutilmagan burilishlar bilan to'la. Tomoshabinlar hikoyaga butunlay kirib ketadi. Polyarniy zvezda Disney Plus platformasida rekord ko'rinishga erishdi. Milliy va xalqaro miqyosda tomoshabinlar soni oshib bormoqda. Serial tez orada global trendga aylandi. Bu voqea K-dramalarning kuchini yana bir bor ko'rsatdi. Tomoshabinlar hikoya burilishlari, qahramonlarning murakkab xarakterlari va thriller elementlariga hayratga qolmoqda. Serialning vizual uslubi va dramaturgiya tomoshabinni har daqiqa qiziqtirib turadi. K-pop Demon Hunters bir necha haftadan beri Billboard Hot 100 ta chartida birinchi o'rinni egallab turibdi. Nega bu soundtrack shunchalik mashhur bo'lib ketdi? Hunter X guruhi tomonidan ijro etilgan Golden qo'shig'i 6 hafta davomida Billboard Hot 100 chartida birinchi o'rinda turibdi. So'nggi 10 yillikdagi eng muvaffaqiyatli soundtrack sifatida tarixga kirdi. Ejay, Audrey Nuna va Ami ijrosidagi bu qo'shiq nafaqat AQShda, balki global miqyosda ham trendga aylandi. Golden qo'shig'i Billboard Global 200 chartida ham 10 haftalik birinchi o'rinni saqlab turibdi. 3 milliarddan ortiq tinglashga erishdi. Film esa Netflixda eng ko'p ko'rilgan animatsion filmga aylandi va 39 mamlakatda rekord o'rnatdi. Fanlar orasida merchandise va jonli ijro mashhurligi ham rekord darajada. Franshiza kengaymoqda. Qisqa metrajli film, jonli ijro va sahna ko'rinishlari tayyorlanmoqda. K-pop Demon Hunters nafaqat musiqasi, balki butun madaniy fenomen sifatida global miqyosda e'tiborni tortmoqda. Hwan In-yo va Hair yana birga dramalar ekranlarida, ammo bu safar hikoya oddiy romantikadan ko'proq sirli va nostalgiya lahzalar bilan to'la. Drama to'yi shunday boshlanadi. Genius film rejissyori Woo Soo-bin o'z orzulariga erishib Janubiy Koreyaga qaytadi. U esa o'zining eski tanishi, endi jurnalist bo'lgan Hair bilan yuzlashadi. Bir vaqtlar ular birgalikda film yaratish orzusiga ega edilar. Lekin u orzu yarim yo'lda qolib ketgan edi. Endi ular o'sha yarim qolgan filmni qayta ko'rib chiqib, sevgini qayta yozishni imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tsuyo 2026-yil premyera qilinadi. Bu drama nafaqat romantika, balki yarim qolgan orzular nostalgiyasi va hissiyotlarni ham o'ziga mujassam etadi. Tomoshabinlar Woo Soo-bin va Ju Yi-jaening hikoyasini kutib olishga tayyor bo'lishlari kerak. Jun Ji-hyun atrofida kutilmagan bahs reklamalar bekor qilinishiga sabab nima edi? 23-sentyabr kuni xabarlar tarqaldi. Jun Ji-hyunning 25-sentyabr kuni Seulda bo'lishi kerak bo'lgan Xitoy reklama tadbiri bekor qilingan. Sababi sifatida Polyar zvezda dramasining bir jumla ko'rsatildi. Nega Xitoy urushini yo'qlaydi? Hatto yadro bombasi ham chegaraga tushishi mumkin. Ushbu
Ushbu jumla Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida tanqid va noroziliklarga sabab bo'ldi. Shundan so'ng ko'pchilik reklama bekor qilinishi va mojaro bilan bog'ladi. Ammo Jun Ji-hyo agentligi PH kompaniya rasmiy bayonot berdi. Reklama allaqachon Polar Zvezda efiridan oldin bekor qilingan. Bu qaror dramaga hech qanday aloqasi yo'q. Mahalliy agentlik bilan gaplashdik va ular ham bu xabarlarni rad etdi. Bekor qilish faqatgina mahalliy sharoitlari tufayli bo'lgan ekan. Demak, reklama atrofidagi bahslar va dramadagi jumla o'rtasida bevosita aloqa yo'q. Ammo Polar Zvezda Xitoy tomoshabinlari orasida qizg'in muhokama bo'lib turibdi. 24 yillik do'stlik, ilk marta chet el safari va eng katta kulgu. Yangi komediya filmi The First Ride premyeraga tayyor. Film 24 yildan beri ajralmagan 5 do'stning chet elga qilgan birinchi safaridagi tartibsizliklar haqida. Promsi posteri yoshlikdagi bergan va'dalari bir kun kelib albatta chet elga safar qilish, o'z ildizlariga qaytish, barcha g'alati odatlarni ochiqchasiga qabul qilish va millatning eng yoqimli tentaklariga aylanish ramzi. Treyler esa do'stlarning notanish mamlakatdagi komik vaziyatlari va mojarolari ochib beradi. Ularning oddiy safarlari eng kulgili sarguzashtlarga aylanadi. My First Ride filmi rasmiy ravishda 2025-yil 29-oktyabrda Janubiy Koreya kinoteatrlarida namoyish etiladi. Demak, bugungi qiziqarli sahifamizga yakuniga yetdi. Eng so'nggi yangiliklarni, sirli faktlarni va kutilmagan voqealarni birgalikda ko'rdik. Shunday qiziq lahzalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Keyingi videolarni birinchilardan ko'rishga tayyor turing. Keyingi loyihalargacha ko'rishguncha xayr.